Dodo yoshingiz nechida? Salkam 70 vot. Inson salkam 70 yoshga to'lganida o'zini qanaqa his qiladi? O'g'irlik qilmadik alhamdulillah. Zo'rlaganlik qilmadik alhamdulillah. Alloh subhanahu yoqqan tarafimizda bor ekan, inshaalloh mana ish qilib yuribmiz. Allohga yo'l yuradigan bo'lish uchun qanaqa sifatlarga, qanaqangi bir xulq-atvorga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Ota-onasi unga taom olib kelgan paytida o'sha u o'g'irlab olib kelib yedirmaydi. Kimga yaxshilik qiladigan bo'lsa, faqat Allohning roziligi uchun yaxshilik qilib ketgan bo'lsa, jannatga kiraman deydi. O'zi kimga kerak do'zax o'zi? Hech qaysisiga kerak emas. Hayotingizda eng olgan zo'r maslahatingiz qanaqa bo'lgan? Payg'ambar alayhissalom yolg'onchi bizdan emas sizlarlar. Mana shu o'zi hammaga yetarli narsa. Yolg'on gapirdimi, keyin boshqasiga yana borib yolg'onga yana qo'shib yana boshqasini yana aylantiraveradi bir. Lekin u ishlarni to'xtatish kerak.